Shuncha kutganimiz shumidi? G'alati narsalar 5-mavsum bilan birgalikda serialning o'zi ham yakuniga yetdi. Lekin savollar juda ham ko'p. Serial oxiriga kelib Duffer aka-ukalari shunaqangi mantiqsiz va kulgili plot hollarni tashlab ketishdiki, bunga ko'z yumib bo'lmaydi. Masalan, Suzy, Argyle, Vicky va Dr. Sam Owens serial yakuniga kelib xuddi Demogorgonlar final jangida yo'qolib qolganday shunchaki g'oyib bo'lishdi. Hammaga salom. Ushbu videoda g'alati narsalar serialini qayerda mantiq uzilganini va qaysi savollar haligacha javobsiz qolganini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bizga boshida Veknani juda kuchli antagonist deb ko'rsatishgandi. Istalgan payt portal ocha oladi va qisqa qilib aytganda deyarli Upside Down'ni to'liq nazorat qiladi. Bu yerdagi mantiqsizlik shuki, syujetda bolalar paydo bo'lishi bilan u birdaniga oddiy narsalarda qiynalib qoladi. Ularni topolmaydi yoki ishini oxirigacha yetkiza olmaydi. Ba'zi paytlar Vekna to'xtatib bo'lmaydigan darajada kuchli. Boshqa paytlarda esa qo'lida fonar ushlagan bir guruh o'smirlarni ham to'xtata olmaydi. Ijodkorlar har doim Veknani kuchini syujetga qarab o'zgartirishgan. Buni natijasida u kuchli antagonist balki syujetga qarab kuchayadigan qahramon bo'lib qolgan. 5-mavsumda juda ko'p qismlari shu vaqtgacha sodir bo'lgan voqealar ustida kim turganini aniqlash uchun ketkazildi. Vekna hammasini boshida turganmi yoki u shunchaki oddiy qo'g'irchoq bo'lganmi? Bu yerdagi muammo shuki, serial bu savolga umuman javob bermaydi. Hatto finalga kelib ham bu savol ochiq qoldi. Mind Flayer'ning rejasini Vekna o'ylab topganmi yoki bu ishga Veknaning umuman aloqasi yo'qmi? Ular orasidagi kim kimni boshqarish masalasi haligacha ochiq qoldi va serialning eng katta savollardan biri g'alati tarzda ochiq qolib ketdi. 4-mavsum oxirida Hopkins shahrini deyarli yobib ketganini ko'rsatishgani esinglardami? Yerlar yorilgan, hamma joyda portallar ochilgan, Upside Down esa real dunyoga sizib chiqyapti. Lekin shunchalik katta halokat bo'lganiga qaramasdan, harbiylar ham, oddiy odamlar ham deyarli aralashmadi. To'g'ri, bizga bir nechta odamni Hopkinsni tark etishayotganini ko'rsatishdi, lekin baribir hech qanaqa jiddiy evakuatsiya rejasi bo'lmadi. Voqealar miqyosiga yarasha chora ham ko'rinmadi. Hamma narsa shunchaki bir nechta qahramon atrofida aylanib qolganday taassurot uyg'otadi. Shu sababdan bo'layotgan ishlar xuddi Jonathanning yugurishiga o'xshab, reallikdan juda uzoq va ishonchsiz ko'rinib qolgan. Va g'alati narsalar serialdagi eng katta ochiq qolib ketgan savollardan bittasi. Vekna bilan bo'lgan final jangda Demogorgon va Upside Down'dagi boshqa jonzotlar qatta bo'lishgan. Haqiqiy Dufferlar bu savolga Vekna bu jang uni hududini bo'lishini bilmagan va bolalar uni hududiga bostirib kirishini kutmagan deb javob berishdi. Lekin sizlarga ham bu javob mantiqsizdek tuyulyaptimi? Bu bolalar 4 mavsum davomida uni rejasini barbod qilib kelishgan va hatto o'tgan mavsumda uni deyarli o'ldirishgan. Shunaqa voqealardan keyin Vekna ularni kutmagan deyish shunchaki bahona. Bahona bo'lganda ham juda kulgili bahona bo'lib eshitiladi. Ayniqsa antagonist odamlarning ongini kuzata oladigan qobiliyati bo'lsa. Siz maktabingizdagi hech kimga qo'shila olmaydigan bola keyinchalik yovuz odam bo'lib ketganini eshitganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Taxminan u bola haqida bilgan hamma narsalaringizni boshqalar bilan muhokama qilishga kirishgan bo'lardingiz, to'g'rimi? Joyce bilan Hopper ikkalasi ham Henry va uni o'tmishini bilishardi. Lekin 5-mavsum davomida ular bu ma'lumotga jiddiy reaksiya qilishmagan. Henry oxir-oqibat hamma voqealarning ortida turgan asosiy yovuz qahramon Vekna bo'lib chiqdi. Shunga qaramasdan Joyce va Hopper u bilan bo'lgan shaxsiy aloqani deyarli tilga olishmaydi. Eslatib o'taman, ular bitta maktabda, bitta vaqt davomida birga o'qishgan bo'lsa ham, serial ijodkorlari bu faktning ustidan shunchaki sakrab o'tib ketgandek tuyuladi. Dr. Keyning syujetga qo'shilishini nima keragi bor edi? Uni mavsum davomida hukumat bilan aloqador muhim personaj qilib tanishtirishgandi. Xuddi voqealarga katta ta'siri bo'ladigandek. Lekin keyinchalik u hech qanaqa ahamiyatli ish qilmadi. Oxir-oqibat bu qahramon shunchaki syujetda bor, lekin foydasi yo'qdek tuyuladi. U rejani o'zgartira olmasdan final jangiga hech qanaqa ta'sir o'tkazmadi va tomoshabinlarda bu personaj nima uchun serialga qo'shilganligi to'g'risida savollar bor. Ayniqsa bu serialning oxirgi mavsumi bo'lsa, har bitta qahramonning o'zining o'rni bo'lishi kerak edi. Serialdagi homilador ayollarga nima bo'ldi? Bu savolga serialning hamma qismini ko'rib ham javob topolmaysiz va bu juda katta plot holni keltirib chiqaradi. To'g'ri, keyinchalik Duffer aka-ukalari intervyularning birida ularning barchasi vafot etganini aytishdi. Lekin serialning o'zida bu holat na ko'rsatiladi, na tilga olinadi. Serial davomida Nancy va Hopper bir nechta askarni qasddan o'ldirganini ko'rishimiz mumkin. Lekin shunga qaramasdan ular bu ishlarning oqibati bilan yuzlanishmaydi. Bu voqealarni na kimdir eslaydi yoki muammo keltirib chiqaradi. Harbiylar tomonidan hech qanaqa tergov va ayblov yo'q. Aksincha Hopperni mukofotlashadi. U shahar shefi lavozimiga qayta
qayta qo'yiladi. Will 5-mavsumda ham Vecna va Hivemind o'zbekchada jamoaviy ong deb nomlanuvchi maxluq bilan bog'langanidan xabardormiz. Ammo muammo shundaki, Vecna va jamoaviy ong o'ldirilganda Will deyarli hech narsani his qilmaydi. Oldingi mavsumlarda u Upside Down'da nimadir sodir bo'lsa, kuchli og'riqni his qilardi. Lekin finalda bu aloqalar uzilganini ham ko'rsatishmagan. Vecna va Hivemind o'lganda ham Willda kuchli og'riq yo'q va bu oldingi mavsumlarga mos kelmaydi. Henry bolaligida g'or ichida o'qdan yaralanadi va bu jarohat uni butunlay o'zgartirgan muhim voqeaga aylanadi. Lekin bu yerdagi syujet xatosi shundaki, u Vecnaga aylangach, bu jarohat hatto bir marta ham tilga olinmaydi yoki ko'rsatilmaydi. Unda hech qanaqa jarohatdan iz qolmagan va qanaqa tuzalganini ham izohsiz qoldirishgan va bizga Henryni sirli o'tmishi borligini ko'rsatishadi. Lekin serial bu tasodifiy olimni kimligi va nima uchun mana bu nurli tosh birdaniga Henryga muhim bo'lib qolganini tushuntirishmaydi. Tomoshabinlar esa shunchaki hayron. Agar ijodkorlar bu savollarga intervyular orqali javob beramiz deb o'ylashsa, bu juda ham ahmoqona. Natijada esa Henryning o'tmishi chala va deyarli ma'nosiz bo'lib qoldi. Bizga serialning 4-qismida Lucas juda chuqur jarohatlanganligini ko'rsatishdi va u hatto turishga ham qiynalayotgandi. Lekin keyingi qismlarda u shunchalik tez tuzaladiki, Maxni ko'tarib yugurishga ham qodir va hatto Demodogni bitta oyoqda tepib yuboradi va jarohatdan hech qanday asar ham yo'q va bu serial ijodkorlari umuman ma'nosiz va keraksiz jarohatni serialga qo'shib yana bir syujet xatosiga yo'l qo'yishganligini anglatadi. Upside Down'ni bizga oldilari hech qanday daryo va ko'llarsiz katta cho'ldek ko'rsatishgan edi. Lekin 5-qismda birdaniga qattandir bak to'la suv paydo bo'lib qoladi. Ijodkorlar bu suv qatdan kelganini yoki nega oldinlari butunlay quruq bo'lgan joyda to'satdan bak to'la suv qanday paydo bo'lib qolgani haqida umuman izoh berishmadi va bu ish bilan ijodkorlar o'zligi belgilab qo'yishgan Upside Down qoidalarini butunlay inkor qilishdi. Natijada bu olamning qoidalari ham syujetga qarab o'zgaruvchan bo'lib qoldi. Bir qarasanglar bo'm-bo'sh quruqlik va agar suv kerak bo'lib qolsa muammo yo'q. Bemalol qattandir bak to'la suv paydo qilishadi. Hivemind va Vecnani o'ldirib, missiyani tugatgach, guruh xuddi hech narsa bo'lmaganda bemalol Upside Down'dan chiqib ketishadi. Go'yoki ular bir necha soat oldin aynan shu harbiy bazada bir nechta askarni o'ldirib ketishganini umuman o'ylashmaydi. Bu yerda juda katta mantiqiy xato bor. Ularning bittasi ham o'zini qotil sifatida his qilib, oqibatlari haqida qayg'urmaydi. Hech bo'lmaganda ozgina asabiylik, vahima va keyinchalik nima qilish haqida reja bo'lish kerak edi. Lekin aksincha, hammasi juda xotirjam, xuddi ular har kuni askarlar bilan otishib, ularni o'ldiradigandek tuyuladi. Shu sababli botdagi butun sahna haddan tashqari xotirjamligi bilan umuman ishonchsiz ko'rinib qolgan. Ijodkorlar Vecnani kuchini xohlagan payt o'zgartirishganda, yana bir qahramonning qobiliyatini syujetga qarab o'zgartirishgan desam ishonasizlarmi? Ikkinchi faslda Kali o'zini qobiliyati bilan do'stlarini politsiyadan yashiradi va ularga bir og'iz ham gapirmaslikni qat'iy talab qiladi. Ya'ni agar do'stlari gapirsa, ularni politsiyachilar bilib qoladigandek. Lekin 5-mavsumda Max bilan bolalar Henrydan yashirinishayotganda, deyarli podkast qilayotgandek bemalol gaplashib turishadi. Eng qizig'i, serial nimaga Kalining qobiliyati bunchalik kuchayib ketganini yoki o'zgarganini umuman tushuntirmaydi. Natijada serial o'zi chiqargan qoidalarni o'zi buzib, bu sahnani juda mantiqsiz ko'rinishga keltirib qo'yadi. Elevenning o'limidan keyin bizga 18 oy o'tganini ko'rsatishdi. Will, Mike, Dustin, Lucas va Max maktab bitiruviga tayyorlanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Oxirgi 5 yilda bo'lgan ishlardan keyin bu juda hissiy va ta'sirli lahza. Lekin bu yerдagi mantiqsizlik bu Max. U 18 oy komada yotgan. Qachon va qancha vaqt tiklanganini aniq ko'rsatishmaydi. Shunchaki biz 18 oydan keyin uni yana skateboard uchayotganini ko'rdik va bilamiz Max o'qishga berilib yuradigan namunali qizlar toifasiga kirmaydi. Shunaqa bo'lsa ham 1,5 yil dars qoldirib, u sinfdoshlari bilan birga maktabni bitirgani juda g'alati tuyuladi. Va aytishingiz mumkin, Hopkinsda 1986-88-yilda bo'lgan ishlar sababdan unga yengillik berilgan bo'lishi mumkindi. Balki shunaqa bo'lgandir. Lekin serial ijodkorlari bu haqida hech narsa aytishmaydi ham, ko'rsatishmaydi ham. Shu sababdan bu sahna ham mantiq bo'yicha savollar bilan tarixga kirdi. Vecna o'ldirilib, Upside Down yo'q qilingach, asosiy qahramonlarning ko'pchiligi bilan nima bo'lgani ko'rsatildi. Lekin bu yerda yana bitta katta muammo bor. Robinning sevgilisi Vicky Dylan. U oxirgi sahnalarda butunlay serialdan yo'qolib qoldi. Oxirgi marta uni Dr. K va harbiylar qo'lga olishganida ko'ramiz. Balki Eleven vafotidan keyin uni qo'yib yuborishgandir. Lekin serial buni aniq tasdiqlamadi. Eng qizig'i, Robin ham Vicky haqida hech narsa demagani. Shu sabab ular ajralgandek tuyuladi. Lekin bu masala umuman serialda tilga olinmaydi ham, ko'rsatilmaydi ham va shunaqa hech qanaqa sababsiz yo'q qilishmoqchi bo'lishganda bu munosabatni yaratib nima qilishardi? Mani teoriyam shunaqaki, Vicky Dr. Kga butun reja haqida aytib bergan va Robin buni bilib qolib, u bilan orani ochiq qilgan. Shunaqa bo'lganda ham serial bu masalaga hech
qanaqa izoh bermadi. Birinchi mavsum davomida kim Upside Down'ga kirmoqchi bo'lsa, unga maxsus kiyimlar kiydirilib, juda xavfli hududga kirayotgandek ko'rsatilardi. Lekin 5-mavsumda qahramonlar Upside Down'da bemalol yurishibdi. Na niqob bor, na maxsus kiyim. Xuddi bog'da yurgandek. Serial bu qoidalar nega o'zgarganini umuman tushuntirmaydi va buni natijasida Upside Down oldingidek qo'rqinchli va xavfli emas deb tuyuladi. Va mana serialdagi ochiq qolib ketgan sujet xatolarini ko'rib chiqdik. Agar siz ham Mike'ga o'xshab Siyoralar yaratishni yoqtirsangiz, shu hamma men aytib o'tgan sujet xatolari uchun Siyoralarni kommentariyada yozib qoldiring va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni